Assalomu alaykum. Hyundai Granger IG avtomobilimiz. Mashinamiz 2017-yil 159 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin, 3 ob'yom. Mashinamizni balon holatlari ideal holatda. Yangi kirib kelgan mashina. Kraska tegan joyi yo'q. Kuzov toza. Mashinamiz eshigi qulib, shuning uchun atrofini shunday ko'rsatib, rasmlarni telefon orqali ko'rsatib o'taman. Atrofida qirilgan, urilgan fitnalar yo'q. Balon holati ham normal holatda ekan mana. Granger minamagan akalarimizga mashinani udari ekspertga ham bo'ladi. Ekspertga olib kelsalar ham bo'ladi mashinani. Balon holatlari ideal. Benzin 3 ob'yom. Grangerni yaxshi ko'rgan akalarimizga lekin tashlavoramiz. Rasmlarni ko'rsataman. 71 90 nomerlik Granger IG avtomobili. Sizlarga telefon orqali rasmini ko'rsataman akalar. 71 90 nomerli. 13,5 million fond 2017-yil 159 ming yurgan. Benzin 3 ob'yom. Rasm holatlarini ko'rsataman akalar. Eshik yopiq uchun. Kimga qiziqtirsa shu mashina linkini tashlayveraman bemalol ko'rishingiz mumkin. 5 yulduz sakadiskalar bilan 159 ming probeg. Hop. Avtohold, avtoparkinglari bor ekan. Sidin elektronik. Unda sidinni ta'mirlarigacha bor ekan. Orqada multimedia boshqargan funksiyasi bor. Sidinlar isitadi. Granger bo'ladigan akalarimiz juda yaxshi qiladi. O'ta keng salon, start stop monitorlari bor. Zadniy kamerani ko'rsatadi. Orqa signal isitadi. Hop, yondan kelayotganda sensor ushlayotgan. Yuqorida mana sig'inmasi uchun mikron panjasi bor, cruise control hamma narsasi bor mashinada. Rullar isiydi. Mashinamizni lyuki yo'q lekin akalar. Bilak pastlari mana turibdi. Kapot va shu keng bagajda kengligi juda keng. Kim qiziqtirsa akalar shu mashinani linkini shuni tashlayveraman, ko'rib olasizlar. Texnik holatiga kelsak, mana kraska tegan joylari ham yo'q, mana kuzov toza. Yog' oqqan joylari yo'q. Ideal holatda texnik holati ham. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar.